YouTube'da ushbu taom nomi Dangasari xonimi emish. Men bunga chaqqonlar xonimi deb nom berdim, chunki juda ham tez tayyor bo'ladi. Idishga tuxum, suv, tuz, admiral oliy navli unlarni solib xamir qorib, xamirni tindirishga olib qo'yamiz. Tovaga yog' solib biroz qizigach, piyoz, mol to'g'ralgan pomidor, tuz solib qovurib olamiz. Alohida idishga mol go'shti qiymasi, piyoz, murch, tuz, zira, o'simlik yog'i solib aralashtirib olamiz. Zirvagiga suv quyib, olovni pasaytirib, xamirni yoyib olamiz. Xamirni qancha ko'p tindirsanglar, shunchalik oson yoyib olasizlar. Unlab pishitib xamirimizni yoyib olamiz. O'simlik yog'ini surib, qiymamizni ko'rsatilgandek qilib yoyib chiqamiz. Xuddi odatdagi xonim ko'rinishda burab olamiz. Past olovda milqillab turgan zirvagimiz ustiga ko'rsatilgandek qilib joylab, ustki qismiga o'simlik yog'i surib 40 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Qopqog'ini ochishingiz bilan hidi xonani tutib ketadi. Qayla so'zi bilan mazali xonim tayyor bo'ldi. Ustki ko'katlardan sepib dasturxonga torting. Ushbu porsiyaga 7 ta odam bemalol to'yadi. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang, yaqinlarga tayyorlab bering. Uchtasi birda: hojam uchun qo'y go'shtidan, o'zim uchun mol go'shtidan, farzandlarim uchun esa tovuq go'shtidan bankada antiqa dimlama retsepti bilan keldim. Hamma vitaminlari o'zi saqlanib qoladigan, 2,5 soat davomida xil bo'lib pishadigan sho'rvali dimlama retsepti sizga yoqishadi. Avvaliga xohishga ko'ra 3 xil go'shtimizni ziravorlar solib o'simlik yog' bilan aralashtirib, ustidan sabzavotlarni solib tuzlab olamiz. Ezilgan pomidor dimlamani xunuk qilmasligi uchun tomat sosiyle yaxshiroq bo'ladi. Yarim litrli bankaga alohida go'shtlarimizni solib, ustidan sabzavotlarni solamiz. Eng ustki qismiga karam soldim. Karam foydasini gapirmasam ham bilasizlar. Kichikroq lavr bargi murch solib qopqog'ini yopdim. Kastrulimizga salfetka to'shab, bankalarni joylab, ustidan muzdekina suv quydim. Ustini qopqog'i bilan yopib, 2,5 soat davomida qaynatib oldim. Qanaqa suvli, sochni bo'lganini ko'rishinglar mumkin. Sho'rvasi o'zidan chiqdi. Bay, haqiqiy darmondori. Bu taomni tayyorlashimga og'zimdan bilgan bo'lsanglar, biroz mazam yo'qligi sabab bo'ldi. Dimlama tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Yaqinlaringizga tayyorlab berib, o'zingiz ham duo oling. Food blogerlikni boshlaganimdan so'ng men uchun eng ko'p xursand bo'lgan, doimo quvvatlagan hamqishloq mahalladoshlarimdir. Ular meni taom tayyorlaganimni faqatgina telefonlarda ko'rishgan, yeb ko'rishmagan. Bugun ular uchun taom tayyorladim. Taom nomi esa vodiycha pirojok. Ushbu retseptni o'rganib olsanglar, katta yig'iladi, 50 ta 100 ta odam uchun ham o'zingizlar tayyorlayverasizlar. Dubadan ajralgan yog' hamda o'simlik yog'ini aralashtirib, go'shtimizni tuz sepib, yarim soat dimlab qo'yamiz. Orada bir aralashtirib quritilgan chesnok hamda lavr bargidan solib yana yarim soatga dimlab qo'yamiz. Go'shtimiz deyarli tayyor. Go'shtni yog'dan ko'tarib olamiz. Ketidan kartoshkani solib tuz sepamiz. Ustidan go'shtni chiroyli qilib taxlab, zira, kashnich urug'i hamda murch solib, ustini 1 soatga dimlab qo'yamiz. Pirojok taomi qozon kabobdan ancha-muncha mazaliroq, chunki suvda dimlanmasdan o'zini parida dimlanib pishadi. Taomimiz tayyor bo'ldi. Yoniga bahoriy salat tayyorladim. Mahalladoshlarimga ulashish uchun idishga suzdim. Issiqroq yetib borishi uchun folga bilan yopdim. Men uchun eng samimiy yuzlari nurli insonlar Farg'onaning Mindon qishlog'ida yashashadi. Har bir xonadondan tog'lari ko'ringan Mindon qishlog'iga mehmonga keling. Ham qishloqlarim mehmondo'st. Chorvoqqa borganmizlar, bitta yigitcha muravennik sotib yuradi. Mazasiga gap bo'lish mumkin emas. Aynan o'sha tam birgalikda tayyorlaymiz. Shakar, tuxum, sut, chira erigan margarinni solib aralashtirib, ichimlik sodasi, un solamiz va xamir qoramiz. Tayyor bo'lgan xamirni yoyib, bo'laklarga bo'lib olamiz. Qattiqqina bo'lib qotishi uchun 1-2 soatga muzxonaga yuboramiz. Qotgan xamirni idishga un solib, unga belab qirg'ichni katta tishidan o'tkazamiz. Unini elab tashlaymiz. Unlab qirg'ichdan chiqarsangiz shunaqa donador bo'ladi. Pishirish uchun pechga yuboramiz. Qarab turaylik, tez tayyor bo'ladi. Unlansa shunaqa oson maydalanadi. Sariyog', variyoniy moloko, asalni olovga qo'yib eritib aralashtirib olamiz. Maydalangan korjimizni ustidan quyib, yaxshilab aralashtiramiz. Kichkinaroq stakan yoki idishni suvlab, tayyor bo'lgan massamizni presslab solishni boshlaymiz. Suvlansa chiqarish oson bo'ladi. Men farzandlarimiz sut ichadigan idishni qopqog'idan foydalandim. Xohishga ko'ra bezak berishingiz ham mumkin. Retsept yoqsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Ko'rinishi chiroyli, mazali, men eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi pirog retsepti bilan bo'lishaman. Olmani postdan artib tozalab, qirg'ichdan chiqarib, shakar, koritsa solib, suv tortilguncha pishirib olamiz. Pishgach yong'oq solib aralashtirib qo'yamiz. Bitta tuxumni chaqib, bittasini sarig'ini olib olamiz, idishga solamiz. O'simlik yog'i, xona harorati eritilgan margarin, manda 10 margarinlarini solib aralashtirib olamiz. Un, kraxmal, shakar, upa sira zirhlichini solib xamir qoramiz.
Eng yoqqan tarafi pirog tez tayyor bo'ladi. Xamirni tindirib o'tirmasdan yoyib olamiz. Xamir chetlarini ko'rsatilgandek qilib kesib olamiz. Pirog to'kilishiga ahamiyat bering. Xamirni buklab, barmog'imiz yordamida siqib olamiz. Chiroyli ko'rinishga kelgan pirog xamirimiz ustidan tuxum sarig'ini surib olamiz. Har bir kesilgan bo'lakka bittadan yong'oq sanchib olib, qovurilgan olmali nachinkamiz bilan pirogimizni to'ldiramiz. Pechda pishirib olamiz. Retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, nodrangizni duo qilishni unutmang. Assalomu alaykum muslимalarim. Bugun sizga eng mazali tez tayyor bo'ladigan lotus trifle retsepti bilan keldim. Aniq bilaman, pechenye va lotus pastasini qayerdan olganimni so'raysiz. Chorsudan, Beshi bozordan oldim. Albatta tayyorlab ko'ring. Menga mazasi juda ham yoqdi. Sizga ham mazasi yoqsa, nodirangizni duo qilishni unutmang. Restoranga borib 1 litrini 120 ming so'mga ichgan limonadni bugun sizga 20 ming so'mga 3 litrini tayyorlashni ko'rsatmoqchiman. Bitta apelsin, bitta limon, shakar, 3 litr suv, 1 bog' miyata kerak bo'ladi. Apelsin sedrasini qirib olib, limon bilan birga to'g'rab, shakar, suv solib, yaxshilab blenderlab olamiz. Grafinga miyata hamda muz, ya'ni lo't solamiz. Blenderdagi massamizni sitadan o'tkazib olamiz. Blenderga 1 litr suv solgandim. Endi 2 litr suvni ustidan qo'yamiz. Shunda jami 3 litr limonad hosil bo'ladi. Mazali limonad tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa, nodirangizni duo qilishni unutmang. Tugilishiga nechi baho? Izohda qoldiring. Iligan sutga 2 qoshiq shakar, 1 qoshiq droji solib aralashtirib, apparat tayyorlab olamiz. Apparamiz oshgach, idishga solib, saryoni eritib qo'yib, un solib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qoramiz. Juda ham yumshoq xamir bo'lishi kerak emas. Issiqroq joyda tezligini oshib olgan xamirimizni ko'rsatilgandek qilib zuvlalarga bo'lib olamiz. Zuvlalarni yoyib, qirg'ichdan chiqarilgan sirni joylaymiz. Tugilishiga ahamiyat bering. Uchi tarafini o'rtasiga yig'ib, barmog'imiz yordamida qattiqroq qisib olamiz. Uchburchak shakliga kelgach, har tarafini barmog'imiz yordamida qattiqroq qilib bosib qo'yamiz. Pichoq yoki oshxona qaychisi yordamida chetlarini kesib, ko'rsatilgandek qilib burab, aylantirib olamiz. Hali tayyor bo'lmasdan tugilishini o'ziyoq kayfiyatlarni ko'tarib, ishtahiylarni ochadi. Tuxum sarig'iga sut solib aralashtirib surib olamiz va uch qismlariga kunjutdan sepamiz. Pechda pishirib olamiz. Ushbu yumshoqqina mazali yeguligimiz oila a'zolaringizga yoqishi aniq. Sirlari cho'zilib turishinichi retsept tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, nodirangizni duo qilishni unutmang. Duxovkada pishirib tayyorlangan chizkeklar eng mazalisi. Uni ustiga olchalari ganajdek oqib tursa bormi? Mazasi og'zingizda qoladi. Pechenyeni yaxshilab maydalab, xona haroratiga eritilgan saryo yoki margarin bilan aralashtirib, qolipga solib ko'rsatilgandek qilib tekislab olamiz. Idishga tvorojniy sir labniy, qaymoq, shakar, tuxum va xohishga ko'ra vanilin solib, yaxshilab cho'pir qilib olamiz. Preslangan pechenye ustiga massamizni quyib, listga qo'yamiz, suv quyib, duxovkaga pishirish uchun yuboramiz. Olcha, shakar, kraxmalni quyilgunicha qaynatib olamiz. Sovib turgan chizkekimiz ustidan quyib, tekizlab olamiz. Olchalari oqmasdan xuddi sufledek turishni xohlasanglar, yanada quyilgunicha qaynatishinglar mumkin. Kraxmalsiz, tabiiy, eng mazali olchali chizkek tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa, nodirangizni duo qiling, yaqinlaringizga albatta tayyorlab bering. Achchiqqina mazali yaponskiy salat retsepti bilan bo'lishaman. Birinchi bo'lib lahm mol go'shtini tuzsiz suvda qaynatib pishirib olishdan boshlaymiz. Bodring, qizil bolgarskiy hamda piyozni ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. Biroz suvib olgan go'shtimizni ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. Koreyskiy tuz, kashnuch, maydalangan chesnok, soya quyib go'shtimizni aralashtirib olamiz. Bodringli massamizga tuzni sepamiz va soyada bo'lgan go'shtimizni massa ustidan solamiz. Achchiq paprika hamda qisigan o'simlik yog'ini quyamiz. Ko'kat solib aralashtiramiz. Salatimiz tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, nodirangizni duo qilishni unutmang.